Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Texnodom. Biz hozir mana kompyuter texnologiyalari, notebook deysizmi, personalniy kompyuter deysizmi, kompyuterga zapchastlar deysizmi, shu yerga keldik. Hozir sizlarga obzor qilamiz. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda har qanaqa kompyuterga jihozlar, video kartalar, operativniy pametlar, materinskiy platalar, hamma narsa bor ekan. Mana bu yerda даже eski notebooklar ham bor ekan. Narxi juda ham arzon. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek materinskiy platalar, bular ham BU juda ham arzon. Men maslahat qilardimki, sizlarga bitta narxlarini ko'rib chiqish. Nima deganda O'zbekistonga qaraganda juda ham arzon chiqyapti. Ko'rib turganlaringdek mana hamma narsa bor. Notebookga displey deysizlarmi? Ko'rib turganlaringdek ish qilib любой narsa bor. Unga nima kerak bo'lsa agar WeChat'imni qoldiraman. WhatsApp, WeChat sizlarga chiqinglar menga. Biz постоянно Xitoyda bo'lamiz. Nima kerak bo'lsa yuboramiz. Mana bu yerda ham ko'rib turganlaringdek eski notebooklar turibdi. Niha